yasanchiqlik qilish. Qalb muakkili Shavtavzining andishisini tugutish uchun sehrini ishga soladi. Qalb muakkili Shavtavzini o'zining teniga boshlab kirdi. Nurg'un bakteriyalarni ko'rib, Shavtavzi nihoyat qo'rqib ketdi. Okul sağandan keyin nurg'un jangchi chiqib, bakteriya yo'qotish jangiga atlanadi. Keskin jang boshlanadi. Shavtavzi bularni ko'rib turdi. O yana okuldan qo'rqami? Ajib yaxshi g'alaba qildi. Rahmat sizlarga. Shavtavzi beparvolik qilma. Ularni vaqtga chekindirgan bo'lsaqmi, ammo tezla qaytadan bostirib kelishi mumkin. Qanday qilaman? Ko'proq orom bering. Qaynoq suvni kep iching. Tamoqni yaxshi yeng. Shunday qilsangiz, immunitet kuchingiz yeshib, oxirgi g'alabani qo'lga keltiraylik. Shavtavzi. Okul tugidi. Bek qaysarkansiz, faqat yig'lamadingiz. Bu bola bu qitim bek botirlik qildi. Endi okuldan qo'rqmayman. Shavtavzi degan gaplarim qulog'ingizda tursin, ha? Appa, kechdiman obdan tomoqlarni yetib bajir tomoq yeyman. Bakteriyalarni tasdik mag'lub qilaman. Energiyali ko'zoynakni taqib olsamla, qalb muakkilini ko'raylik. Ular chiqdi. Shavtavzi, dadam ishimiz rasmiyat o'tab chiqaylik. Mush yerda turib tur, ha? Ma'qul. Fursat keldi. Xotirda aka. Vajan, men yüzü yordam qilmabsan. Vajan! Nimish bu? Nimish bu? Vajan, sen Shavtavzni okuldan qo'rqsila, qalb muakkilning kuchi tugaydi demaganmidim. Shavtavzdan qo'rqmaydig'imni nadim bilay. Qizma yinibdi. Necha kun aramasanglar salamaza saqayib ketsan. Appa, amda izchil badanchi nuqtiraman. Birinci eser hücumu başlama. Appa, men amda izchil badanchi nuqtirib og'rib qolmayman. Chash qufqichim qiranglar. Bek chiroyli gap. Albatta, buni dadam opam Koreyaga o'yin qilib olganda akapti. Tak qimmatgan. Sizga havasim kelyapti-da, Lin bey. Ota-onangiz sizga doim chiroyli kiyimlar bilan zibu sunnat ep beradi.
Ata-ana bana bek amırak ağzından çıkkınını ip berdi. Lin baby, men takap baksam bulamdı. Bolmaydı. Bunu buzup koysanız kandak kılıman. Tölyeleksiz. Berip durmuşsanız meyli. Pıksık. Çalış kıskuş koşuyor. Apamga Lin baby'nin gidimi çıraylık çalış kıskuş ağızmışsam. Çokum Lin baby'nin gidimi çıraylık çalış kıskuş aldım ben. Şaltazı, nim boldu? Bular qaranglar. Hammasi chet elmili. Süpiti yaxshi, ham arzon. Har qanday qiz zibizunnatlarni taqab, chiroyli yasanganda, ondan Malika degan nomga loyiq keladi. Bek çıraylıkken apamga dep aldırayçı. Baby. Canım kızım. Başkalarının apaları çıraylık yasınıp şürüydükken, menin apamның turgan turqum şu. Ha? Apa, degen sabaqdaşlarım çöz kuşkuçumni nimandak çıraylık dep, ağzıga tegmey maqtışıp ketdi. Balam, et şembe. Seni bazarga et çıkıp çıraylık macandan birini et berey. Düşembe taqap mektepki kelsen, çokum başka ballarının gözüdün ot çıkıp ketidi. Acep yaxshi. Apa, qara, bu yerda mı çıraylık sıvı zinnetler barken, ipire bulamdı. Boladı eken. Kızım, sen kaysi yerdi? Halıqını tanla, ha? Sana yargından hemmini et bermen. Puldum hem qınma. Ay dese ağzı, kun dese ko'zi bor sizdek chiroyli qizlarga mushundaq zibu zinnatlar toza mos keladi. Chiroyli ko'nglingizni kiyib, mushu zibu zinnatlarni taqab, kristal kashtin birini kiysangiz, kul qizning o'zili bo'lasiz. Apa, bunu alaman. Bunu mu alaman? Şaltazı, bugün bir kısmılı bop kapsan go. Zaten neymiş boldu? Lin bebe kündü çıraylık yasınıp barıdı. Ona çaş kıskuçunu Koreyadan ekep beripti. Ben mi şundak çaş kıskuç alım ben? Senin çaş kıskuçun cıkkı. Boldu, pulunu ısrap kılmaydı ço. Başka atanınla ballarının ağızdan çıkkınını ep berdikken. Mağalı sile ep vermeysile. Şaltazı, pulunu planlık haşlığı dök. Kalk bilen beslesek bulmaydı. Hay. Muhakkakın tutanmay, zibuzunda situatam sen. Sen bilmeysen, balalar bek obro'yparast bo'ladi. Bo'libmi qizlar shundoq yasan chiqdik-da, necha yil maqtab qo'ysang o'zini bilmayli qoladi. Shundoq bo'lganda bizmi fursatdan foydalana olamiz. Qanday? Yeni mikron tolucu musunum?